Assalomu alaykum asalarichi do'stlar. Mana bizni yangi bergan karnika ona arimiz urug'lanib ketdi. Uchib ketdi, uje urug' qo'yib yuribdi. Xo'sh. Urug'lari ko'rinyapti degan umiddaman. Bu kecha yo oldingi kuni urchib kelgan bo'lish kerak. Keyin sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan bitta qiziq, foydali ma'lumotim bor. Bilasizlar, men o'zim ham yangi arichiman. Sinab ko'rildi 2-3 marta, bir marta emas. Mana shu ona ari chiqtimatga berilgan. Chiqtimatga berilganda bir hafta oshiqroq vaqt ketdi urchib kelib urug'ga kirishiga. Lekin shu bilan teng chiqqan ona ari o'sha 1-2 kunda urug'ga kirib, уже 2-3 ramkani to'ldirib bo'ldi. Deganimki, mana solishtirish uchun bu chiqqan kuni bu ona arini bergan kunimiz boshqa oilada ona ari chiqqan edi. Bundan kelib chiqadiki, o'sha o'zidan svishovoy qilib tortib, g'umbak tortib chiqargan ona ari tezroq rivojlanar ekan demoqchiman. Yangi ona ari bergandan ko'ra. Yana bilmadim ustozlar nima deydi-yu, lekin meni fikrimcha o'sha o'zlari ona ari chiqarsa tezroq urug'ga kirar ekan, rivojlanishi ham tezroq bo'lar ekan. Vaqtdan yutaman deb yangi ona ari berishimiz mumkin ekan, lekin uni qabul qilish qilmasligi arilarning o'zini ixtiyorida bo'lar ekanda. Agar o'ldirib qo'ysa, yana boshqatdan ona ari berasiz, boshqatdan yana 2-3 kun vaqt ketadi. Urug'ga kirgunicha vaqt o'tar ekan. Lekin o'zlari chiqargan ona arini tezroq qabul qilib, tezroq urug'ga kirar ekan. Xullas, men shunaqa xulosaga keldim. Tajribamdan kelib chiqib 1-2 yillik bo'lsa ham. Lekin bu ona arimiz ham mana yomon emas. Yaxshigina avtobusga o'xshab kattagina urchigandan keyin kattalashib ketibdi. Bunchalik katta emas edi. Mana shunaqa yaltirab yotibdi. Keyin bir xil kataklarda yashil suyuqlik ham bor. Bu yashil suyuqlik nimaligini bilmadim men. Biladiganlar bo'lsa kommentda aytinglar. Endi bu yerda ko'rsataman desam rangi unchalik chiqmas ekanda. Lekin bir xil mana bunaqa teshiklarda yashil suyuqlik bor. Hayronman, u nima ekan? Nimadan kelgan suyuqlik, qanaqa o'simlikdan kelgan bilmayman, lekin bilganlar bo'lsa yozinglar. Salomat bo'lasizlar, like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar.